Assalomu alaykum, salomatsizlar birodarlar. Mokritsa topdim. Qarang, hammani uyida tiqilib yotibdi, o'sib yotibdi. Bronxit, laringit, tuberkulyozni davolar ekan bu narsa bor-ku. Va undan tashqari tinchlantiruvchi xususiyatga ega ekan va vitaminlarga juda boy ekan. Hatto buni salatga qo'shib iste'mol qilsangiz ham bo'ladi. Choy qilib damlab iste'mol qilsangiz ham bo'ladi. Hatto buni borka, shuni miyuz korovkadan o'tkazib, mana varikoz, podagra bo'lgan og'riqlar, artrit, osteoxondroz ishonasizlarmi? Shunda quyasida ustidan silofon bog'lab, o'rab qo'yib ertalabgacha uxlang, damni ovoring. 10 kungina qiling, hammani uyida tiqilib yotibdi ogorotlarda, ishonasizmi? Suvini siqib olib yuzga borib-ku, shundoq surtib 2 soatdan keyin yuvib tashlang, yuzni ajinlardan tozalab, terilarni borku tortishtirar ekan, juda zo'r narsa ekan bu. Tomoq og'rig'iga borku, shundoq chaynayda borku, suvini yutinib purib tashlang o'zini. Ichak yallig'lanishlarini borku tanqilatib yuborar ekan. Xullas, shunaqa gaplar. Lakni bosib jo'natib yuborish esdan chiqmasin yaqinlarga. Sog' bo'ling, Allohga omonat. Xayr, o'zida asrang.